meni tadqiqotim, ya'ni ko'rishda muammosi bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini mo'ljal olishga o'rgatish texnologiyalari. Birinchidan men bu soha bo'yicha 14 yildan beri o'sha maktabda faoliyat olib boraman va shu sohamga mos qilib o'sha sohani yana rivojlantirish uchun o'z bolajonlarni rivojlantirish maqsadida mana shu mavzuni tanladim va tadqiqot olib bordim. Tadqiqotim demak 3 bob xulosa va foydalangan adabiyotlardan iborat. Umumiy daraja, birinchi bobimiz ko'rishda muammosi bo'lgan o'quvchilarni ta'lim tarbiyasi, muammolar va mo'ljal olishga o'rgatishning ilmiy nazariy asoslari. Ikkinchi bob ko'rishda muammosi bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining mo'ljal olishga o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari va uchinchi bob ko'rishda muammosi bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining mo'ljal olishga o'rgatish texnologiyaning samaradorligini takomillashtirish yo'llari. Mana shu boblarda va 3 tadan rejalar bor. Kirish qismi, demak, kirish qismi mavzuning asoslanishi va dolzarbligi. Bugungi kunda butun dunyoda alohida ehtiyojga muhtoj shaxslarning, xususan ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jamiyatga integratsiyalanishi global ahamiyatga ega masala bo'lib kelyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 2 milliarddan ortiq inson ko'rish nuqsoniga ega bo'lib, ularning 106 millioni butunlay ko'rish qobiliyatidan mahrum hisoblanadi. Birinchi bob bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash masalasi zamonaviy maxsus pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'rish analizatori faoliyatining buzilishi bolaning bilish jarayonlari, harakat faoliyati, fazoviy tasavvurlari, ijtimoiy moslashuvi hamda shaxs sifatida shakllanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bunday bolalar bilan olib boriladigan ta'lim tarbiya ishlari umumiy pedagogik yondashuvlardan tashqari maxsus korreksion pedagogik metodlar asosida tashkil etilishi zarur.